Videomizda Kator Kia kompaniyasidan 2025 Kator LX 2 motorda bo'lar ekan, 17680 mayl, bu degani 25000 kilometr, narxi 17500, ya'ni bu $5000. Starting narxi $5000. Rangi qora, oldi baloni yo'q ekan shekilli, mana zapaskani qo'yib qo'yishgan. Holati juda ideal turibdi. Mana atrofdan bir ko'rsatyapman. Kia Tour. Showerga bo'lgan joyi faqat oldi, chap tomon. Kapot o'zi chiqadi, krilo bilan bamper almashish mumkin, bitta fara qo'yiladi. Agar kimgadir qiziq bo'lsa, o'zimiz tuzatib O'zbekistonga jo'natib beramiz. Ichlarini sizlarga bir ko'rsatib beraman. Ichlari salonda hidi ketmagan, mana. Koja salon bas, oddiy salon ekan, lekin bu yerda uzun monitori bor ekan, mana. Avtomat korobkalar, besprovodniy zaryadchilarigacha bor. Bu orqa tomonlari. Mana tepamizda omad luk yo'q. Prostoy option bu. Rangi ham juda chiroyli turibdi, qora rangda. Kimga qiziq bo'lsa bemalol yozasizlar Telegram, WhatsApplarimizga.